Так, kartaga savol berganimda video yozilmay qolibdi. Boshqatdan yana olyapman. Unda 6 ta tashlab oldim. Kartamga savolim finans bo'yicha ish yo'llaringlarni ko'rayotgandim. Tak, o'rtoqlar, meni hozir qayerdan kim izlayapti bilmayman, qizlar, ayollar. Sizlar hozir sayohatdamisizlar, ya'ni safarda deganim, safardamisizlar yokida bir boshqa shaharga ham bormoqchisizlar ishlagani yokida qandaydir boshqa shahar bilan hozir bog'liqmisizlarni ishinglarda. Qisqa qilib aytganda, sizlarga yo'l tushyapti, lekin yo'linglar ham bir qiynalish yo'li bo'lyapti. O'sha yo'l agarda boshqa bir shaharga ishlagani ketmoqchi bo'lsanglar, yo'q. Biror bir dokument bo'yichami, nimadirlar o'xshamaydi deyapti. Tak, keyin yana bitta narsa tushdi. Sizlar misol uchun yo ajrashgan, yo hayotida bir erkagi yo'q emassiz. Yo eringiz bor, sizni yo bir hayotingizda bir erkak bor. Yigitizmida, sevgilizmi, shunga o'xshash. Lekin danni время sizda finans taraflama tushkunlikka tushganingiz bor. Yokida sizni barakangizmi qochgan, yokida oldingidek ishingiz yaxshi bo'lmayaptimi, yokida oyligingizni ola olmayapsizmi. Shunga o'xshagan muammo yo'q emas, bor chiqyapti. Bu общий расклад o'rtoqlar, kimgadir tushadi, kimgadir tushmaydi. Личный расклад WhatsAppdan yozsanglar bo'ladi. Так, Verxovnaya Jriца. Mani eskidan kuzatganlar biladi, agarda bu karta tushsa nima ma'noni bildirishini. Tak, yangi qo'shilganlar uchun yigitidan smert tushyapti. Солнце tushyapti. Tak, yangi menga qo'shilganlar, sizlarda o'rtoqlar, ya'ni Verxovnaya Jriца nima degani? O'qituv bor degani. Sizlarda bir ayol tomonidan o'qituv bor. Ko'ryapsizlar, ayol tomonidan sizda o'qituv bor. Bu ayol sizni ko'ra olmaydigan. Ya'ni yokida bitta joyda ishlaysizlar, yokida u sizni dugonangizmi? Ya'ni chunki siz uni yaxshi taniyapsiz, u sizni yaxshi taniydi. Yoshlikdan bir-biringizni taniysizlar chiqyapti, tushuntira oldimmi? Misol uchun kecha bugun tanishmagansizlar. Ayniqsa finans oilangizda ham emas, boshqa shaxsiy hayotingizda ham emas, ko'proq finans yo'lingizni bu ayol ko'ra olmaydi. Biror bir uymi, mashinami yokida biror bir yangi narsa olsangiz, hattoki kiyim-kechak deylik, ko'ra olmaslik bo'ladi ichida, tushunyapsizmi? Chunki qarang, olov belgisi tushyapti. Bu yerda runitskiy simbol. Buni faqatgina yaxshi kartyorniklar, yaxshi masterlar tushadi bu simbolni nima anglatishini. Shuning uchun qisqa va lo'nda qilib aytaman. Baraka ish yo'llaringizda bir ayol tomonidan birinchidan ichi qoralik tushdi, ikkinchidan Verxovnaya Jriца, ya'ni o'qituv tushdi. Shaxsiy ko'rdirish WhatsAppdan yozsanglar bo'ladi. Energiya obmen qilishni unutmanglar.